yosh bolalarda, keksalarda kasalliklarning ko'payib borishi, immuniteti tushib ketishi eng asosiy sabab kimyoviy insekitsidlar va gerbisidlardan foydalanilayotgan deb bilaman. Masalan, mana tarkibi misol keltiraman, glifosat birinchi raqamli. Bu hattoki saraton hujayralarini qo'zg'atadi insonda. Ikkinchidan xlorpirifoz. Xlorpirifozni umuman ishlatib bo'lmaydi. Bu Yevropa davlatlarida ham taqiqlangan. Butun dunyoda do'konlarda bular ochiq oydin sotilmoqda. Uchinchidan aksamil. Aksamil tarkibli. Bular hammasi asosiy ta'sir etuvchilar. Ularning nomlari toshmat, g'ishmat bo'lishi mumkin, lekin ularni asosiy ta'sir etuvchilariga qaraydigan bo'lsak, aksamil mana bu nematodalarga qarshi ishlov beriladi. Vrach emasman, lekin agrokimyo sohasida mutaxassis bo'lganligim uchun ikkita oliy ma'lumotli va 32 yil shu sohada tajribam borligi uchun hozir o'zim kuzatib turgan 3 ta asosiy ta'sir etuvchili pestitsidlarni sotuvini to'xtatish kerak. Bu birinchi navbatda xalqimiz salomatligiga, ikkinchi o'rinda o'sha oziq-ovqat xavfsizligiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi.